raqamli tibbiyotimizni ilohiy tomonlarini ko'rsatib bildirib o'taman. 01 yagona Alloh yagona degani undan keyingi sonlar ko'rib turganingizdek juft va to'q sonlar va yagona Allohga ketish. Sonlarni aralig'i ham o'n sonini tashkil qiladi. O'n sonini tashkil qilishi bu yagona Alloh demakdir va oxiri 100% haqiqatga isbotga borib tushadi. Undan oldingi narsa 99 ismi azam hisoblanadi. Ikkita qo'limizdagi 18 va 81 sonini aytib o'tganman. Ikkalasining qo'shilishi 99 ni tashkil qiladi. Ana shu 99 ismi azam hisoblanadi. Bir kam dunyo deb oldingi nimada aytganman. Endi bu ilohiy son 2 ta 9. 8 bilan 1 ni ilohiyligini ko'rsatib beradi. Va oxirgi 90likni ichida 9 bilan 1 sonni ilohiy qo'shilishi 10 sonini yagona Allohni tashkil qilib turibdi. Bundan tashqari 81 va 18 ikkita qo'limizning kaftida ko'rsatib berilgan chiziqlar bo'lsa, uni ayrilig'i nolay minus tarafi 63 sonini tashkil qiladi. Bu payg'ambarimizdan ayrilgan tavrimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan. Ikkalasini qo'shilgan vaqtda ismi azamni tashkil qiladi. Bu 100% haqiqat. Bundan tashqari yana boshqa kontentimizda 13 sonini qudrati va 13 sonini haqiqatlardan gapirib beramiz. Bundan keyin qo'shilish vaqt tayyor bo'lgandan keyin 11 sonni davom etadi. Bu deganiki ayol bilan erkak 5 bilan 6 sonni qo'shilishi 11 ni tashkil qiladi deb o'tganim bo'ladi. Shu uchun bu 11 juft va to'q sonlar davom etadi. Odam ati va momo havoning borligi va ularning qo'shilishi 11 soni bilan kelib chiqibdi. Boshida aytganimday, bu numerologiya dunyo butkul raqamlashtirilgan bo'lgani uchun buni ichiga bor tirikchilik haqiqati kiradi. Barcha dinlar kiradi va barcha borliq hisob kitobi borlig'i kiradi. Buni inkor qilishning iloji yo'q, bu haqiqat.